Yuridik shaxs. Yuridik universitet talabasi yoki prokuror bo'lsa kerakmi? Yo'q. Videoni oxirigacha ko'rib like bosib qo'ying. Yuridik shaxs kimligini batafsil ko'rib chiqamiz. Yuridik shaxs bu yuridik universitet talabasi yoki prokuror emas, balki tashkilot hisoblanadi va uning quyidagi belgilari mavjud. Birinchisi, yuridik shaxsning o'zining mol-mulki bo'ladi. Misol uchun, uning avtotransport vositasi, mahsulotlari, tovarlari hamda uskunalari bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, yuridik shaxsning o'zining majburiyatlari mavjud bo'ladi. Misol uchun, bankda qarz olsa, u qarzni bankka to'lab berish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Uchinchisi, yuridik shaxs o'z nomidan ish yuritadi. Shartnomalarda yoki boshqa munosabatlarda yuridik shaxs o'z nomidan ish yuritishi mumkin. To'rtinchisi, yuridik shaxs sud jarayonida da'vogar hamda javobgar sifatida qatnasha oladi. Beshinchisi, yuridik shaxsning bankda hisob raqami yoki smetasi hamda balansi bo'lishi mumkin. Ushbu belgilar mavjud bo'lgan korxona, tashkilot, vazirlik, universitet, litseylar ham yuridik shaxs hisoblanadi. Yuristni yoki yuridik universitet talabasini yuridik shaxs deb aytadigan o'rtog'ingizga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosing, obuna bo'ling, ilog'imizni yuklang hamda biz bilan o'z huquqiy bilimingizni oshiring.